Okay. Ikkinchi darsimiz Speaking Part 2 haqida endi ma'lumotlar berib ketaman. Speaking Part 2. Oldingi darsimizda Part 1ni ko'rib chiqdik. Endi Part 2ni batafsil tushuntirib berib ketaman. Part 2 ozgincha o'zgargan. Oldingi partlarda, oldingi o'sha speakingda bitta savol berilardi va siz uni 2 daqiqa mobaynida gapirib berishingiz kerak edi. Lekin hozirgi yangi format umuman boshqacha. O'zi ko'rinishini a, ko'rib ketamiz, qanday ko'rinishda bo'ladi. Demak, xuddi mana shunaqa ko'rinishda beriladi. Sizga bitta rasm beriladi va rasmga oid 3 ta savollar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana rasm berilgan va savollar 3 ta taqdim etilgan. Demak, bitta narsa savolni rasmni tasvirlab bermaysiz. Sorry. Rasmni umuman tasvirlab bermaysiz. Rasm bu yerda savolni ifodalovchi, yordam sifatida, fikrlash uchun yordam sifatida berilgan. Lekin rasmni umuman tasvirlab bermaysiz. Remember, esingizda qolsin, rasm umuman tasvirlab berilmaydi. Xo'p, asosiy narsa bu savollarga e'tibor berishimiz kerak. Savollar 3 ta, savollarga alohida vaqt yo'q. Mana shu joyga ham e'tibor bering. Alohida vaqt yo'q. 3 ta savolni siz 2 daqiqa mobaynida gapirishingiz kerak. Ya'ni sizga 2 daqiqa vaqt beriladi. O'sha 2 daqiqalik spichda, o'sha hikoyani gapirayotgan paytda mana shu 3 ta savolga ham javob berib o'tishingiz kerak. O'sha speechda 3 ta savol cover qilinishi kerak. Okay? So you should cover these all questions during 2 minute speech. Sizga 1 daqiqa vaqt beriladi tayyorgarlik qilishga. Yaxshigina vaqtingiz bor. Ya'ni 1 daqiqa ichida bemalol tayyorgarlik qilib, savollarni ko'rib, note taking qilishga ulgurishingiz mumkin. Note taking qilishni ham darsni oxirida tushuntirib berib ketaman. Xo'p, asosiy hozir savollarni ko'rib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, mana savollar. Describe a problem that affects the environment in the area where you live. Demak, problem haqida gapirib berishingiz kerak. Do people in your country care about the environment? Or what do you think can be done to improve the situation? Ko'rib turganingizdek, savollar bir-biriga bog'liq. Bitta mavzu bo'yicha har xilcha savollar emas. Demak, bog'liq qilib bitta story create qilishimiz kerak. Bitta story yaratib, chiroyli qilib buni tushuntirib berishimiz kerak. Okay? So, asosiy narsa shu. Bu yerda ko'pchilik o'quvchilar xato qiladigan joyi faqat birinchi savolga javob beradi, chunki eski formatga moslashib qolgan, ko'pchilik yangi formatga moslashmagani uchun birinchi savolga ko'p e'tibori bo'ladi, ikkinchi va uchinchi savollarga kam javob berib qoladi yoki umuman esidan chiqib qolishi mumkin. Sizga berilayotgan talab o'sha savolga javob berish. Esingizdan chiqmasin. This is really important. Remember. 3 ta savolga to'liq javob berishingiz kerak. Qolib ketmasin savollar. Bu juda ham muhim. Xo'p, endi bizga berilayotgan sxemada ko'rganingizdek, bu yerda part 2 ni o'zi B2 levelda 3 ta savol beriladi. Demak, abstrakt mavzuda fikr yuritish, afzallik va kamchiliklar tahlil qilish va asoslash. Demak, bir mavzuga oid, bitta mavzuga oid, ko'ryapsan? 3 ta savol hamda ushbu mavzuni ifodalovchi rasm birdaniga taqdim etiladi. Talabgordan rasmni tasvirlash talab qilinmaydi. Shu joyini belgilab qo'yamiz. Demak, sizdan rasmni talab qilmaydi o'sha tasvirlab berishni. Shunchaki shu 3 ta savolga javob bersangiz bo'ldi. Demak, 2 daqiqa vaqt beriladi gapirishga. Yetarlicha vaqtingiz bo'ladi va 1 daqiqa vaqt beriladi tayyorgarlik qilishga. Tayyorgarlikni ham o'rgatib ketaman. Okay. Demak, mana bu yerda ham o'sha xuddi o'sha ma'lumotlar. Demak, you will be given one picture, but you should not describe the picture directly. Va bergan ma'lumotlarim, demak, 1 minute tayyorgarlikka, 2 minute speechga va aynan konspekt uchun kichik sizga nima desam, kerakli ma'lumotlar part 2 haqida yozib olsangiz bo'ladi keyinchalik. Okay. Demak, bitta narsa part 2 da gapirayotgan paytda ko'pchilik dona-dona qilib gapiradi. Unaqa bo'lmasin. Bu yerda bitta whole story qilishingiz kerak. To'liq bitta siz mavzuni, o'sha hikoyani gapirib berishingiz kerak. Misol uchun, ulab-ulab ketishingiz kerak. Alohida-alohida bo'lib qolmasin. Ko'pchilik qanaqa qilib gapiradi? Birinchi savolga javobim shu, ikkinchi savolga javobim shu deb gapiradi. Yo'q, unaqa bo'lmasin. Birinchi, ikkinchi, uchinchi savol deb o'tirmaysiz bu yerda. Общий gapirasiz, umumiy gapirasiz va o'sha gapirganingizda 3 ta savolga javob berib o'tishingiz kerak bo'ladi.
Xo'p, undan tashqari note taking qilish, note taking qanaqa qilasiz va mm, qanaqa qilish kerak o'zi, shu 1 daqiqadan qanaqa unumli foydalanish kerakligini ko'rsatib o'tishim kerak. Xo'p, mana, demak, imtihonda o'tiribsiz va note taking qilishingiz kerak. Demak, sizga 1 daqiqa vaqt berildi. Just a second, yes. 1 minute vaqt berildi. Shu 1 daqiqadan qanaqa foydalanasiz? Xo'p, demak sizga mana shu 3 ta savolni berishdi. Just imagine shu 3 ta savolni copy qilamizda, mana shu yerga qo'yamiz. Shu 3 ta savol berildi sizga. Endi 1 daqiqa vaqtingiz bor tayyorgarlik qilishga. Endi gap tuzib nima qila olmaysiz. Gap tuzib o'tirsangiz vaqtingiz ketib qoladi, chunki 1 daqiqa vaqtingiz bor. Ko'p o'quvchilarga tavsiyam raqamlar yozish, 1, 2, 3 deb yozsangiz, keyin asosiy keywordlarni yozib chiqing. Misol uchun, describe a problem deyapti. That affects ta'sir qiladi atrof-muhitga. Sizni hududingizda, areada. Misol uchun, sizni hududingizda atrof-muhitga nima ta'sir qilyapti? Havo ifloslanishi ta'sir qilyapti. Misol uchun, air pollution deymiz. Air pollution deysiz. Yashaydigan joyingiz misol uchun Toshkent bo'lishi mumkin. Yes, I live in a city center deysiz. Shahar markazida yashayman va bu yer juda ham chang deyishingiz mumkin. Yes, city center va bu juda ham ta'sir qilyapti deysiz. Keyin 2 yildan beri misol uchun bu muammo davom etyapti. Hech to'xtamayapti. Yes, stop bo'lmayapti deysiz. Asosiy keywordlarni yozib ketyapman. Sezayotgan bo'lsangiz. Keyin ikkinchi savol. Do people in a country care about environment? O'zi odamlar atrof-muhit haqida o'ylashadimi sizni mamlakatingizda deyapti. Your country. Ha, odamlar misol uchun atrof-muhitga, misol uchun atrof-muhit haqida o'ylaydi. Bizda o'sha organizationlar bor deysiz. Organizations, tashkilotlar bor. Ecology activists deysiz. Aktivistlar bor bizda. Okay. Ecology activists bizda bor deysiz. Keyin young people deysiz. O'sha yoshlar deysiz. Ko'proq yordam berishyapti. Yoki volunteers deb bo'ladi. Volunteers degani shu ko'ngildan yordam beruvchilar, tekinga misol uchun ishlab yordam beradi atrof-muhitga tozalashga misol uchun. Yes. 3-savol. What do you think can be done to improve the situation? Odamlarni endi bu yerda aytib ketyapti, nima qilish mumkin holatni yaxshilash uchun air pollution'ni. Xo'p, kamroq mashina ishlatish, car, yes. Private cars deyman. Private carsni kamroq ishlatsin. Keyin odamlar ko'proq velosipeddan uni o'rniga foydalansin, bike'da. Keyin ko'proq har hafta misol uchun obodonlashtirish yoki deylik hashar qilish mumkin odamlar. Weekendlarda desangiz bo'ladi, weekends deb gapirib ketsangiz bo'ladi. Keyin cleaning, keyin rubbish haqida gapirsangiz bo'ladi. Ko'p chiqindi tashlamasin yoki odamlar o'sha atrof-muhitga qarasin, ko'proq daraxtlar ekilsin, trees deb, etc. Ko'ryapsiz-a? Asosiy note takingda, endi buni men o'zi bitta-bitta tushuntirganim uchun salgina vaqtim ko'p ketdi, lekin agarda siz shuni 1 daqiqada vaqt berilsa, 1 daqiqada bemalol qila olasiz. It's not a problem, I mean. Okay, asosiy part 2da maslahatim shu. Yaxshilab savollarni tushunib, unga to'liq javob berish. Eslardan chiqmasin, savollar juda ham muhim. Har biriga javob berishingiz kerak. Просто optional berilmagan demoqchiman-da, majburiy tarzda uchalasiga ham javob berib o'tishingiz kerak. Xo'p, undan tashqari, let me give you other information. Boshqa ma'lumotlarni ham berib ketishim kerak. Xo'p, part 2da yana mani maslahatim mavzularni birlashtirish juda ham yordam beradi. Misol uchun mana qarang, 4 ta 5 ta mavzuni birlashtirib, bitta sample tuzasiz o'zingiz uchun. Chunki endi imtihoningiz yaqin bo'lsa speakingdan har bitta mavzularni part 2 bo'yicha ko'rishga ulgurmasligingiz mumkin. O'xshashroq mavzularni yig'asizda, bitta sample tuzasiz. Bu narsani tayyorlab qo'yganman. Qilib o'tirishingiz ham kerak emas. I've just prepared it. Misol uchun, describe a time when you faced a challenge, overcame a challenge, solved a problem. Ko'ryapsiz, bir-biriga o'xshash mavzu. Bitta sample tuzilgan. Bo'ldi. Hech bir ideya ko'rib ketsangiz, unda tushganda gapirib ketaverasiz. Yoki deylik boshqa mavzu. A person who influenced you, elderly person, someone who gave you advice. Yes, bitta sample misol uchun.
Mana shunaqa mavzularni yig'ib, 5tasiga bitta sample, 4tasiga bitta sample, nechtasiga o'sha yig'ib bitta sample tuzsiz, aynan nima desam, vaqtingiz tejagan bo'lasiz qiynalmaysiz ham. Qandaydir notanish mavzu tushsa ham o'xshashroq bo'lsa, gapirib ketaverasiz o'sha mavzungiz. Hop, this is my suggestion for part 2. Yaxshilab shug'ullanishingizni tavsiya qilaman, ayniqsa mana bu sample bo'yicha. Thank you everyone. See you in the next lesson.